Arkadaşlarım yaxshimisizlar? Sizlar uchun bitta zo'r kontent qilmoqchiman. Bu kontentimning nomi Kardinal. Kardinalda akkauntini obzor qilamiz. Qancha ketishlari va boshqalarini obzor qilamiz. Birinchi bo'lib uni ID'sini yozib olamiz. O'tamiz. Yozamiz. 122 0824 523. Eslab qolinglar. Bu kardinalda mana TT kardinal. Kardinalda akkaunti. Düzde tashlab qo'yamiz va akkauntga kiramiz. Buni akkaunti Godzilla superkarlar kolleksiyasi 89 kolleksiya. Ashi zo'r akkaunt. X-suitlar 12 ta, kuchaytirilgan arborlar 172 ta, 25 ta, superkarlarimiz 25 ta. Xazinasiga o'tamiz va ko'rib chiqishda boshlaymiz. Mana X-suitlarni qaranglar o'rtoqlar, bu kiyimlarni yig'guncha qancha mehnat ketgan. Kim havas qilsa mana shunga video tagiga like bosib qo'yinglar o'rtoqlar. Keyingisi kaskalar. Kaskalardan bitta bor. Kepkalari ko'p. Ochkilari bor. Kaskasi. Kaskani qaranglar o'rtoqlar. Kiyimlari. Eng asosiysi superkarlarni ko'rsataman. Voy, qotib qoldi. Superkarlar. Mana. Tutkidan ikkita bor. McLaren. Barcha akkaunt udar. Menimcha mana shu akkauntni bir 100 million yoki 200 milliondan ko'pga ketadi. Chunki kodlari nima borlarini kamida 200 ming ketadi. Video uchun rahmat. Obuna bo'lib like bosib qo'yinglar. Xayr.